Bu bizani mijozimizda 16 etажli dom, 110 ta xonadoni bor baland qavatli binoni nasosxonasi. Nasosxona qanaqa bo'lishi kerak? Mana ikkita nasos turibdi. Bizda birinchi головной задвижкamiz bor mana. Головной задвижкаdan keyin bitta manometrimiz bor. Shahar bizga 3 davleniya beryapti. Bundan keyin bitta zatorimiz bor. Undan keyin bitta filtr qo'yganmiz. Bu bypass liniya bu yoqdan ketgan mana. Bypass liniya. Bu bitta zator, bu yoqda ham bitta zator. Bu ikkita zatorni nima uchun qo'yganmiz? Filtrni tozalamoqchi bo'lsak agar ikkita zatorni yopamizda, filtrni tozalab olamiz biz. Счетчигimizda agar nimadir remont ishlari bo'ladigan bo'lsa, ikkita zatorni yopamiz, счетчигimizda remont nimadir ishlar qilamizda. Keyin agar qachon счетчик yechilib standartga, go'standartga proverkaga olib ketilganda, ikkita zatorni yopib qo'yamizda. Mana bypass liniyamiz bor bizani. Bypass liniyamizda mana plomba turibdi, Mana shu plombani biz turib o'shanda inspektorlar bilan birga ochib beramiz. Mana shu liniyadan suv ichib turadi. Pakka bu inspeksiyada turgan paytda. Hop, bypassdan keyin bitta zator nasosli stansiyamizning o'ziga qo'yilgan mana kirishiga bitta filtr qo'yganmiz. Agar shu filtrni tozalamoqchi bo'lsak, bu zatorni yopamiz. Keyin nasosli stansiyamizda mana ikkita kran turibdi, sharovoy. O'sha ikkita kranni yopsak, tozalab ola olamiz. Endi eng qizig'i, u yoqda bitta manometr turibdi, bu yoqda mana ko'ryaptimi, bitta manometr turibdi orqada. Hop, biza bu yoqdagi manometr bilan u yoqdagi manometrni solishtiramizda, bu yoqda 3 kiryotgan bo'lsa, bu yoqda ham 3 bo'lsa yaxshi, lekin bu yoqda 3 kiryotganda, naryoqda 2,5 mana shunaqa bo'lib qolgan bo'lsa, bu degani bizning filtrlarimiz musorga to'lib qolgan degani, o'sha filtrni tozalaydigan paytimiz kelib qolganini tushuntiradi. Bu bizning Italiyada ishlab chiqarilgan Calpedo nasosli stansiyamiz, avtomatikasi italyanskiy. Hozir mana bunisi ishlab turgan ekan. Azor narsa ko'rsataman, mana buzilib qoldi deb o'ylasak, ikkinchi nasos ishga tushdi mana. Hali gapirishga ulgurmadim, ikkinchi nasos uje ishga tushdi, mana bu uje ishlayapti mana. Mijozlarimiz uje bilmayapti nasosni buzilib qolganini mana. Рабочий резервный degani shu bo'ladi mana. 6-7 davleniya beryapti. Hozir 7 ga chiqaradi, sekin ozgina kutadi, keyin sekin o'chadi mana. Chistotniy izimat italyanskiy avtomatika bilan jihozlangan. Расширительный bak qo'yilgan. Ikkita vertikalniy bu 13 kuba 70 metrli nasoslar. Keyin mana nasoslarimizdan padacha chiqdi. Padacha chiqib turib 1 2 3 4 5 6 ta stayak. 6 ta stayak qilib o'sha dom quruvchini o'zi tepaga olib chiqqan 6 ta stayakka suv beryapmiz. Qaysidir stayakda nimadir bo'lsa, tars yopib remont qilishi mumkin mijozimiz masalan. Undan tashqari bu yoqda yanta bypassimiz bor. Mana tepadan bypass kelyapti. Mabodo nasos ishlamay qoladigan bo'lsa, shahar o'zi 3 davleniya beryapti-yu, 9-etajgacha suv chiqib turadi. Javomaganda bypassni ochib yuborib 9-etajgacha suv bilan ta'minlab tursak bo'ladi binoni. Mana shunaqa gaplar. Keyin mana nasosni balandroq o'rnatganmiz. Balandroq o'rnatganimiz sabab bu yoqqa suvlar toshib nimadir narsalar bo'ladigan bo'lsa, mijozimiz nasoslari suvda qolib kuyib ketmasin deb himoya qilib teparoq o'rnatib qo'yganmiz. Bizning sharoitimizda teparoq o'rnatishni maslahat beraman. Keyin bu yoq mana katta oyna edi. Maslahat qilib buni yopdik. Bunisini yopdik, kichkina fortishka qoldirdi. Yozda ozgina kunlar issiq bo'lganda ozgina ochib qo'yishga, zaxini olishga. Lekin bu yoq katta oyna bo'lgan paytda bir marta muzlab qoldi. Nasosli stansiyamiz muzlab qoldi. Shu qatidandir bitta turbasidan yorilib ketdi muzlab. Shuning uchun maslahat bermayman. Ana pastiga chuqur nima edi? Chuqur avariyni chuqur qo'rqinchliligini qarang. Nimaga raq qilingan? Bu avariyni slifida avariyni nasos turuvdi buni ichida, buni ichi toza bo'lishi kerak. Agar suvda toshib ketadigan bo'lsa, bu nasos poplovaga mana ko'tarilganda ishga tushishi kerak. Ishga tushib, buni suvlarini chiqarib yuborish kerak edi, lekin mana yamani ichini nosoz holatda ushlashayotgan ekan. Ichida g'isham, armatura, hamma narsa bor. Agar mabodo suv toshadigan bo'lsa, bu nasos yordam bermaydi. Shuning uchun mijozimizga buni tayyorlab aytamiz, buni to'g'rilab qo'yinglar, ishlatib qo'yinglar deb aytishimiz kerak. Agar domiylarga nasosli stansiya kerak bo'lsa yoki nasosli stansiyani o'rnatib berish, ko'rib berish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning o'zimizning servisimiz bor. Servis borib nasosingizni ko'rib berishi mumkin yoki yangi nasos o'rnatishingiz kerak bo'lsa, men borib joyida loyihani ochib ko'raman. Loyiha bo'yicha bo'lishi mumkin. Bir paytlar masalan sizlar bir
75 ta kvartira qurmoqchi bo'lgansizlarda, keyin bo'lishi mumkin joyida 100 taga aylanib ketdi, rasxod qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun nasoslar o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin yoki loyihada boshida bir ruxsatni olish uchun naridan beri raqamlar yozilgan bo'lishi mumkin. Uni hozirgi kundagi imенно realga qarab turib, yetyaptimi, yo'qmi hisoblab, rasxodlarni chiqarib, ham kubaturasini ham balandligini chiqarib, o'zimiz nasos stansiyalarimizdan taklif beraman. Nasos stansiyalarimizda ham 2 xil, 3 xil variantlari bor. Arzonroq, qimmatroq, garantiyasi ko'proq, garantiyasi kamroq. Keyin nasos stansiyalarni to'g'ri o'rnatib berish xizmatimiz ham bor. Xullas, aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, muammosiz ishinglarni kompleksni hal qilib beramiz. Hammaga salomatlik, nasosinglar yaxshi ishlasin.